Assalamu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Sanatimizning tarixiy va bugundan sizlarni xabardor qilib kelayotgan Tağ san'at programmamiz orqali sizlardan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Men program riyosatchisi Ramila Isan. Rayonimizning televiziya teatrchilik sohasiga qaraydigan bo'lsak, ishlanganiga ozg'ini kam 30 yil bo'lgan bo'lsa-mu, ko'rmanlarning ko'z oldiga namoyon bo'lgan bir televiziya teatri bor. U bo'lsa-mu 1988-yil ishlangan 8 qismli televiziya teatri tutqun qilingan Qashqun. Kaçamsa, bombayı da kasak düşüp gidemez. Vay adam kaçtı! Adam kaçtı! Çatak oldu! Çatak oldu! Adam kaçtı! Yolmaz kaçtı! Ağabeyler, boldu epok kıyıgan. Şimdi kallaşmayız bunun bununla. Yeni bir kal! Hayır! Kerlendi. Ültüme peyda olmasam. Oy! Oya! Vay Xudo ya! Ne oldu ne? Qilon anacığım! Sen fazla mı seni? Oy soldi! Oy! 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 Rasını etken benim balam nege kaçıp gidipti? Rastın etsin. Benim yol olsun ne kaçıp gidipti? Ah yolvaz benim canım balam. Yolvaz bir top kişiler tarafından tutulup ketken enem. Merşak kelime! Bu kızın beni yapmasın! Her kere! Sakın ama! Sen bunu öldürmezsen! Başımıza ne bilmez! Programmamızning ekran sahifasida tutqun qilingan Qashqun filmidagi bir qism aktyorlarni alay taklif qildik. Assalomu alaykum mehmonlar. Va alaykum assalom. Programmamizga xush kelibsizlar. Bu 8 qismlik televiziya teatri men bilan tanka desam bo'ldi. 88-yilda ishlanib ekan. Men 88-yil tug'ilgan. Hamda bu filmda hammadan intayin yaxshi ko'radigan bir Yolvas deydigan bir personaj var. Bu Yolvas rolini Şinjan Sanat Yurti Opera Teatrining pensioneri, davlatlik birinchi darajalik aktyor Varis Islom ag'an. Varisga yaxshimisiz? Yaxshi, qanday o'zingiz? Yaxshi. Mushu film qo'yilgandan keyin mening bilishimcha ta hozirgacha sizni mushu Yolvas deb ataydi. Xalqning esiga pek qolgan ekanda mushu rolingiz. Unda bo'lsa mushu rolga tanlanish jarayoningiz va mushu rolni oynash jarayoninizni bir so'zlab o'tamsiz. Endi 1988-yili bu tutqun qilingan Qashqun ishlendi. Men Yunnanda bir film ishlab, umuman mushlash film edi. Shuni ishlab qaytib kelsam, mushundaq bir rol var deb bizning rejissor bilan muavin rejissor Yo'ldosh Nurdin ishga kirib meni artistalligini kiritgan. Rejissor ko'raplam ma'qul dedi. Ko'raplam meni o vaqtildimi davomli cheniqib to'g'achqa bileklarim, bedellarim shundaq nima ko'raplam. Ha, mana bo'ldi ekan dedi, kitobini ko'rdim. Kitobini ko'rsam kitobim bo'ldi ekan. Shuning bilan bu 8 qismlik filmni erishga chiqib ketdik. O rejissor bilan bizning muavin rejissorimiz o'zaro tanish balla. O rejissor bizden keyin o'qigan balla. Shanxay drama institutini bitkazgan. 85-yilda bitkazgan balla. Hem biz ular uchun bir aka, shundaqmi? Akisavatga adam. Endi kitobning nurg'un yerlarini elish jarayonida buni nurg'un yerlarini o'zgartdik. Nijat mana namanni o'ynagan. Biz hammamiz Markaziy drama institutini bitirib kelgan yo'ldoshlar. Biz kitobni olgandan keyin o'zimizga taza yapmagan yoki kitobninki yezilishi taza ravan bo'lmagan, so'zlarimiz ravan bo'lmagan yerni hammamiz o'zimiz o'zgartib, nurg'un yerlarni o'zgartib, to'liqlab
Aşında qilib bu 8 qismliq filmni bitirib chiqardik. Bitirib chiqqandan keyin xalq omasi nayt buni yaxshi ko'rdi. Bak qizg'in ko'rdi. Meyli Namanның rolu olmasın, meyli bizning oynagan rol olmasın, meyli Bosilyaның rolu olmasın, yoldaşlar şu vaqtda nayt qizg'ib ko'rdi de bu eserni Uyg'urcha, Xansucha, Qozoqcha Mesela bir qancha tilga tarjim qilib qo'ydi. Endi bu film Şinjan'da şu vaqtda o'sha Şinjan televiziya stansiyasiningki müsennet nemisde devri bölgüç rol oynadı desek yaman ketmeydi, ama şu vaqtlar neçil qaçtık, nege varsak biz senet nemis bolğandan jenip qolan baramdık, şimal baramdık, nege varsak namanken, o yolvas kepti, aynı yolvas ketip atıdı. Da hazır kegicilik. Hazır sırq çıksak mı, o yolvas kepti, dep muşunaqlar qilishib ketdi. Demek bu film xalqqa intayin yaqqan. Men şu rolning içinde men yolvasni oynadım. Yolvas bir dixan balısı. Meninki onu tadqiq qilishim bo'yicha u bir dixanning balasi. Aq ko'ngil, qizg'in, shundoq yaxshi bir dixan balasi. Buni Naman buni sizib qilib, Naman shu vaqtda Şinjandan sirq chiqib ketgan, qari guruhninki, bulapmi asar atiqini o'g'ilab sirq qochadigan qari guruhning adimi. Yolvas ashu asar atiqininki näde bağlıqını, qayerda qandaq narsalar bağlıqını uqadigan bir dixan balasida bu Naman bu yolvasını tutulib turib, axir nurg'un narsani elib sirq chiqib ketdi. Sirq chiqib ketgandan keyin bir qancha yildan keyin buni meninki qo'lan bağlıqını gumandan uqqandan keyin meni guman orqali tutulib men turmuq tashlaydi. Men bütün vücudum bilan Naman deganni ko'rsam bir intiqom olsam deyman. Şunun bilan bu bir qancha yil o'tgandan keyin Naman yana islohot ishni sirtqa echib o'tish siyosatidan foydalanib yana Şinjan keldi. Kelib qari guruh tashkillab bu guruhning ichida har xil odamlar bor. Şunu yig'ib kelib yolvasini tutayli, yolvasini topayli desa men turmada. Men yolvas bu Naman kepti deb anglab, men Namanda intiqom olaman deb turmudan qaçıman. Qaçqandan keyin guman o'rinlari meni qo'g'laydi. Naman guruhi meni yolvasini tutayli, yolvasini tutsak, yani asar etiqining qolgan asar etiqlarni biz topalaymiz deb bular meni qo'g'laydi. Guman o'rinlari meni turmudan qaç deb qo'g'laydi, bular meni tutaman deb qo'g'laydi. Ashunda qilib oxiri meni Naman guruhi tutib oldi. Tutib olib urdi, qiynaydi, har xil ishlarni qildi, og'zim qum to'kidi. Qiynamagan ish qolmaydi. Oxiri meni shu bo'ysundirib, asar etiqini elib qochadigan vaqtida men guman o'rinlariga bu ahvolni nim qilgandan keyin chiqib ketgan chegaraga borgan vaqtda guman o'rinlaridan keyin saqlab turib Naman tutib oldi. Voqealigi asos jihatim shu voqealik. Shunga bu rolni men o'zim birsi drama institutida o'qiganligim uchun, ikkinchisi o'z shu vaqtlarda 40 yoshlardagi vaqtimiz toza yaxshi qiron vaqtlarimiz bo'lg'achqa hem o'zim mushlishidigan ashunday filmlarga xalijik filmlar qatnashganligimga hem o ifodalashda, rolni ifodalashda o'zimni shu vaqtda pishgan vaqtlarim bo'lganligi uchun bu rolni xali yaxshi o'ynadim deb qarayman. Variskan bilişimçe siz şu Şinjan'da ve işkir ülkelerden nurgulgan kinolarga qatnaşkan, lekin xalqni ang esida qolgani sizning şu Yolvas obrazingizga. Özünüzmü şu Yolvas obrazını men bek yaxshi o'ynadim deb qaramsiz. Balkim ba'zi artistlarimiz var, men ma rolni mundaqroq o'ynadim ya mundaq bo'lib qoldi, rozi bo'ldim deydigan bir qarashlar bo'ldi ekan. Ya'ni ba'zi artistlarimizni ziyorat jarayonida shuni his qilaman. Mening san'at hayotimda men eng yaxshi ko'rgan obraz deb o'zi eng yaxshi ko'rgan obrazni aytgan. Sizning san'at hayotingizga eng ta'sir qilgan obraz mushumi? Ben işkirlerde nurgun filmler qatnaşdım. Köpüncüsü chet ellikni o'ynadim. Men Avropalikni o'ynadim,
Oruslarını oynadım, Amerikalı oynadım, İngiliz'ini oynadım, German'ını oynadım, Hindistanlık'ını oynadım, nurgul rollarını oynadım. Bazı padişahını oynadım, bazı generalını oynadım. Lekin Şinjan'da Uygurca filmge katnaşış fırsatı kem bop kaldı. Ben chet ellikning rolunu köp oynagandan Şinjan'da kino studiyasiga men beğendim kısam bu chet ellik okşaydı. Ba'zilar rolga mındaq nim qilsa, voy bu chet ellik okşaydı. Deydigan mında ko'z qarash paydo bo'lib qoldi. Lekin shu tutqun qilgan qochqinni o'zimmi nayt qat'iy qilib o'ynadim. O'zimmi bir dehqon bolasi. O rolmu dehqon bolasining roli. Şunlaşqa men shu rolni kitobni o'qish jarayonida o'zimning kimi mayli ifodalash jihati bo'lmasin, mayli bosh jihati bo'lmasin, o'zimizning da yetishgan vaqtlar shunami? Hem bizningki bu namanni o'ynagan bu saboqdoshlar hammamiz birga bo'lgandan keyin xalqimiz yoqadigan, xalqimiz yaxshi ko'radigan voqelikdan tortib ashuna qilg'achqa bu rolni o'zim hali yaxshi o'ynadim deb qarayman. Shunlashqa xalqimizningki ko'nglidan chiqmaydi. Yani qo'ysa yana ko'radi. Ko'rib turib, naman chiqadi, namanni yo'lvasi uradi, oyoq qochadi, mamanda qiladi deb turib, so'zlab turib ko'radi yana. Bilib turib, qayt ko'rdi. Demek bu eserini xalq nayt yaxshi ko'rgan. Naman nima urdigan yer bir qancha ras urib etdim. Qilmay. Xudoy, urib etdim, tegib ketdim. Atroq uradi. Atroq urib berdi deb qoldi. Shunday qilib ras urdigan yer ras urib, shunday qilib biz o'ynab uni xalqqa yaraydigan qilib o'ynab chiqdik. Men qazroq qo'shimcha qilay. Menimcha shu yo'lbosning roli var islomga nayt tushgan. Birisi beden qurilishi. Kitap tasvirlariga shunda groy, qavl, Yavoy ot. Yavoy ot deydi. Shunda qavl, groy, bushta bo'lish kerak. O'z oq ko'ngil, hech narsani qo'rqmaydigan, bushta bo'lish kerak deb tasvirlagan kitobda. Shuningga beden qurilishima, uning o'zining kayfiyatima hamma tushidi menga. O'zim menimcha shu Şinjan o'ynalgan filmlar ichida eng yaxshi o'ynagan rol shu yo'lbosning roli. O'zim shunday tushgan. O'zim tushgan, o'zim shunday yaxshi o'ynagan, bek tirishgan. Menimcha hozir butun Şinjanda buna şu bunal köse isim deme yolvas deydi. Nayt yaxshi o'ynagan, muvaffaqiyat bo'lgan ekan. Unda Husamimiz birlikda Variskamning Yo'lvas obrazini ekran orqali ko'rib baqaylik. Marhamat. Sen Cenubi Şinjan'ın nam çıkargan yavat demez mi? Yavat? Sen hata tanıp kapsan. Yavat degen kim o? Ben tanımayım. Esini basın. Tola saylagan kağı aval okuyaydı. Eğer sen bana hiligerlik işildi ben deydiğen bolsan, ben kaytıp gelgendeyin keyin. Tuğumlu kındak kılıp taş kuvgulu olsa. Ben senin yamanlıkını bilemem. Ağzını çıkarma. Abiyam iş hakkınızını kandak hesaplayınız? Bir vakti makbasınızdan bu oldu. Ula! Çıkır kışma! Kaysın kirdan mısın kanunu yiyedi ben! Evet, çıkar. Yani bir kadem basılan bolsan, su kaçtan tutumlu teşhirdi ben. Ondakta hemmimiz tüküşmez. Kulakısını koy! Sen hemmin bir cangalının bir ölü. Ben adam. Bilip koy, ben hayvan emez. Yukarı kızımdan, kadıcım sakın. Ben onunla sözleşmem. Ben bir yer işimini bilmey. Turmadı günümü köprek azaplılardı ben. Usta mı? Sen naman inikken. Kayıt gittim emma. Ömür boyu türmedi çıkı razı men ki. O böğürlerin arasına herkes bağmayım. Ah Huda. Benden bir kandak kılay. Filmda yana bir unutulmaz obraz var. U bo'lsa chet eldan kelib Şinjanning madaniy yodgorliklarini o'g'irlaydigan salbiy obraz Naman obrazi. Bu obrazni yaratgan artist bo'lsa Şinjan san'at yurti opera teatrining sobiq boshlig'i, atoqli rejissor va aktyor Nijat Akbar. Assalomu alaykum Nijat aka. Va alaykum assalom. Siz amdi bilishimcha rejissorlik kasbini aytib bir pishqan bir rejissor, lekin rejissorlik kasbini qilishning oldida siz nurg'ulg'an televiziya teatrlari, dramalarda rol olgan bir aktyor ekansiz. Unda bo'lsa, mushu filmda aytib bir salbiy obraz, Namanning obrazini olgansiz. Mushu rolga tanlanish jarayoningiz va mushu obrazni yaratish jarayoningizni bir so'zlab bersangiz. Bo'ldi. Meni o'ynaydigan bir salbiy obraz Namanning roli. Men burun kino va undan keyin teatrlarda asosli ijobiy rolni o'ynab kelgan. İcabı rol jiqaroq o'ynagan. Bu salbiy bo'lib kino salbiy rolni o'ynashim bu
Tunji qitim aldığınız kelgan Tunji qitim aldım kelganishida. Endi buningda o'zimniki bor, mendiki xususiyat ak ko'ngillik, mundaq mijoz yumshoq, mundaq ahvollarni o'zgarish to'g'ri keldi. Meni xarakterim bilan bu Namanın xarakteri o'xshamaydi. Namanın xarakteri nihoyatda hiylagar, aldamchi, qu, qattiq yumshoq usullarni qo'llanib, shu o'ziga odamlarni aldab, o'zi jalb qiladigan mundaq hiylagar bir narsa. Endi bu shunday hiylagarlik, qulluq shumliqni chiqarish kerak. Ba'zi vaqtida qattiq usullar orqali, ba'zi vaqt qattiq usullar esqatmasa, yumshoq usullar bilan. Har xil taktiklarni qo'llanib qilgan bir hiylagarlik, mushtaq bir obrazda. Endi buningga bu obraz yaratish uchun shunki shu obrazningki boshdan oxir uning tarixini, burun o'tmishini, hozirgi qilayotgan ishini tadqiq qilib, bu bunday obraz ekan deb tushunib, uningki shu obrazni yaqinlashtirish uchun ba'zi harakat va so'zlarda alohida sarf qildim. Chunki bu dastlabda bu Shinjongdan chet el chiqib ketgan shunday bir obraz. Chet el chiqib ketib, chet eldan yana bu shu Shinjong kelib, Shinjongning madaniy yodgorliklari, asar atiqlarni o'g'lab yana chet el chiqib ketmoqchi. Bunda bir nima? Shunda misha kelgandiki o'zlari odam to'plab, she'r to'plab, shuni asar atiqlar qayerda, madaniy yodgorliklar qayerda shuni izlab tepib, chet el chiqish mushtaq bir chet elniki madaniyat o'g'rilarida, madaniyat asar atiqlar o'g'layda o'g'ri. Buni o'nash jarayonida endi vaqtida men 40 necha yoshlar vaqtim Hamimizde kıram vaxtlarımız, yaş vaxtlarımız ve onun ben özüm rolüne şu selbi boğan bizim özüm şu rolü berilip, estayil muamı kılıp, onun ötmişi ve hazır ahvalı kıvatlan işi hem cihat tədqiq qılıp, şu rolü kırıp, şu rolünün ki nait iyiliger, ku, aldamçı, neçibislik taraflarını bir kadar içpegen buldum. Özüm yaxşı görüp oyundum rolünü. Onun dikin bizning yo'ldosh Varis, Nurdullah misi babli ishildiq. Ba'zi bomg'aydan o'zra deyishman, bunda o'ynaymiz, anda o'ynaymiz deb bir-birimiz yordam berishib, buni to'lqab o'yindik. Endi meningcha bu o'yin meniki bu Namanning rolima biroz muvaffaqiyat chiqdi deb o'ylayman. Shunda bo'lishi biz Janub Shinjongga o'yin qo'yganiga bir xizmat bilan borsak, ana Yo'lbos keldi, ana Naman keldi deb kichik bolalarni tap cho'nag'icha to'lib oldi. To'lib oldi. Naman deb ismimizni chaqirdi, Yo'lbos deb ismini chaqirdi. Shuni qaraganda bu o'yin bu rolni bir muvaffaqiyat yaratdim deb o'ylayman. Chunki xalqning qalbida biroz qolgan. Naman biz bir qor guruhning bir katta bir şey. Meşhede Şinjan kirib, o'z odam to'plab, madaniy yodgorliklar asar atiqlar o'g'lab chetel ish ketdi. Oxir chetel ish ketish vaqtida bu tutilib qoladi. Men tutib olgandan keyin bu taz meni urdi o'shada, kashtimga. Va anam uchun, yana bir nima uchun deb ashu oyoqqa urdi. Dastlabda bunda urib qo'ydi. Urib qo'ygandan keyin ta'sir qilmadi. Keyin angizga doyam buni quliga gaq bo'lganmi, qattaroq ur ani toza rasul ur. Deganmi, shuni vang ishkin urib edi, zal qilib qilib yuzim qilib ketdi zade. Rastaydan-da. Tekkadik mening bu hisiyatim boshqa chiqadigan gap. Rol texim chin chiqdi. Rol chiqadigan gapda. Meni ba'zi vaqt so'raydi, "Bak qattiq urvatasiz" deb tuvandikni ko'rgan-chi. O'yin ko'rgan. Shu nima yo'lbosini bak urvatdi. Eretni urvatdi. Endi bu ahvollar bo'ldi-da. Endi ba'zi vaqtda biz bunda sun'iy qilgan taraflar bo'ldi. Sun'iy taraf qilganda biz tabiiy chiqmaganda ras ahvollarni ras urib, ba'zi ras bunda qilib, uni tabiiy haqiqatan hissiyat chiqarish ahvollarim bo'ldi. Shu vaqtda ahvollar bo'lgan. Şu vaqtdagi ko'rmalarimiz bək ta'sir qilganmi sizlarning shu rollaringlar? Masalan, Varis Kommunikasyon, Yo'lbos, sizning ko'zlam Naman deb. Sizningmi shu xalqilqi Naman keldi deb sizning ismingizni uqmay Namanli deb ataydilar. Endi xalqning ashta degini sizlarning isminglarni emas, shu roldagi isminglarni tutib qolgani, sizlarning shu rolni nihoyat muvaffaqiyatlik og'alig'inglarning degan xalqning esida qolganliginglarning bir ifodasi. Onda hozirimiz birlikda shu Nijatkamning Naman obrazini ekran orqali ko'rib baqaylik. Marhamat. Vay. Men shu. Voy ablaq. İşin bo'lmasa, men telefon berma deb sen aytgandim-ku. Bo'ldi. To'l so'zma. Konjayda uchrashaylik. Men hozir beraman. Voy dotdallah. Şunu mu qamlaştırmaysan? Şuncha ishni qilamisan?
Endi bunu ben üç koyamsın? Ha? Bu iflas. Hem olan kıpı. Sağlam tamaklarını, ha? Ben bir kapak mı var? Bilsem İtman. Oğlum. Yelim şifkekli kaçım oldu? Tet kılma oldu. Ben o ikisini öldürür desem. Anlap duruz. Kirgendikin, emmi ablikimni kumandalıp koysun sen. Eğer kim ki güverlerini öz yançığı salı diken, emminla köydünla. Toptun ayrılganı börüyeydim. Kim küşünde kıldığımızı ağa koydum onu şu. Ha, Hasancan, Toktoma, kardeşler, onun gibi işlemmenler. Sizler kural taşıdığın bu sağla, ulan avcılıklar 45 aydı. Bu filmdeki chet elden kelgan qari guruhning katibishi Joni Gosallining obrazini kim yaratgandi deb o'ylagan bo'lishinglar mumkin. U bo'lsa Shinjang san'at yurti opera teatrining pensioneri, peshqadam aktyor Nurdin Abduqodir bo'ldi. Assalomu alaykum Nurdin aka. Aleyküm assalom. Siz bu filmda chet ellikning obrazini elishdan boshqa, bilishimcha, mushu filmning muavin rejissyorlik vazifasini o'z ustingizga olib ekansiz. Endi siz bu filmda bir chet ellikning obrazini olib ekansiz. Mushu chet ellikning obraziga tanlanish va mushu rolni o'ynash jarayoni hozir bir eslab o'tamsiz. Bo'ladi. Endi men buningda tutqun qilgan qochqinda chet eldan kirgan qari guruhning katibishi Joni Gosallining rolini oldim. Endi men bu filmda asosan vazifam yordamchi rejissor. Yordamchi rejissorning ishi nihoyat ko'p. Artist tanlaydigan, birga chiqib yer tanlaydigan, artistlarninki naq maydondagi tekislari, nurg'un ishlarida hamda unga mas'ul bo'lgan gap. Vazifa ig'ir. Shuningda hamda menga shu Davyananimiz sen shu rolni olib bergan. Sen shunga sal yaqin keldi ekansan dedi. Men bu chet el rolini dramada o'ynagan, lekin filmda chet el rolini o'ynab bakmagan. Hesapta menga sal ig'ir keldi. Chunki buning hech qanday turmush yo'q-da. Faqat ko'rganimiz kinoda. Deyan shu joylarda chet el shu jamiyatdagi, shu davrdagi yoki shu filmdagi qari jamiyatning katavashlari, ashunday eski yomon niyatlik chet elliklarni ko'rgan. Lekin biz o turmuşdan jiroq. Bunda olgan kim qanday qilaman buni? Yo'q deydi sen taqa. Bo'pti o'ynab beray dedim. Ashuna bilan chashni bo'ydi. O chaqda bek sesiq bichimda bo'yaydi ekan, sop-sariq qash qilib bo'ydi chashni. Taloq chiqsammi chechim sop-sariq, qishim qop-qora. Qarablar bizda ama bir kinoda chet ellikning rolini ilvatqa o'xshaydi deb qaraydi. Chashni bo'yida hamda kiyim kasım burilkini kiyib, galostikni taqib, tursak ham chet ellikka o'xshaydi. Gap endi uni shu obrazni qanday yaratish masalasi. Buningga boshqa turishga to'g'ri keldi ekan. Shuni yo'ldoshlardan so'rab, Varisdan, Nijatdan, mushurni qanday qilsam muvaffaqiyatli bo'lar. Kinanni o'ynab bo'lgandan keyin haqli tillimi so'ladi-da bu. Mushimni rol oldim, shunday o'ynamdi deb qamson deb. Yani jiq yo'ldoshlarninki yordam qilishi, o'zimning tirishchiligim, burun ko'rgan filmlardagi narsalarni shu turmush o'rnida ko'zatgan narsani kallamga ekilib o'ylanib, shu Joni Gosallining rolini endi qadravol o'zimga nisbatan aytganda yomon emas o'ynab berdim deb his qilaman. Endi bu qari jamiyatninki endi katibishi oxiri o'zimni qanday o'ylab ketganligimni o'zim uqmayman-da.
başkalarını onu qaz qilib o'ttirib, buni qari guruhninki bizning odamlarimiz kirib avtomatni etib o'ttirib, mashinaga chiqqandan keyin endi bo'ldi, men hamma ishni tugatdim. Endi men qutulib qoldim bu yerda. Saqsalam ketadigan bo'ldim deb o'tirma. Shuning ichida o'zimning ichidagi kishilar meni bo'g'ab mashinaning ichida o'ttiribdi. Men buni xiyolimga keltirib boqmagan. Demak, bu rezillik qanday bo'lsa-mu, u ma o'zimizningki kativishdi yoki ma mening boshliqimdi demaydi. Yuqoridan kelgan chet sirtdagi qo'mondonlik shtabidan yoki shu guruhning eng cho'ng kativishidan kelgan buyruq bo'yicha mangadigan gap. Shuning men o'zimning qanday o'lganligimni uqmayman qolaman. Shunlashqanda nimelik bo'lsin, bu filmni aytdim, muvaffaqiyatli bo'ldi. Ham mamlakat bo'yicha asonliq millatlar televizor filmida Tulpar mukofotiga erishgan. Buning hammasi shu yo'ldoshlarningki, yana boshqa roldagi yo'ldoshlarning tirishchanligi bilan shu obrazlarni obdan yaratganligining natijasi deb qarayman. Vaqt artisini bağlamaptı ki. Artisini bağlagan bo'lsa cho'qim ming Tulpar mı? Onundaki bu 8 qismli televizyon Şinjan'da tunji qitim Qo'yilishi ko'p mi? qismli televizyon teatri. Şinjan tunji qitim. Burun ishlagandan esa bir qism, ikki qism, shunday. Bu ko'p qism tunji qitim. Bu 8 qism birinchi qitim ishlagan, shuni bizim tajriba yo'q. Qanday qilib o'qimaymiz hali. Bizning rejissyorimiz yosh bola, Xanzo bola. Bunu yazgıçısı mı Xanzo? 8 qismlik Tutqun qilan Qochqunning yazgıçısı mı Xanzo? Bunun ismini qo'yilgan chog'da mı qanday qilib qo'yish kerak degan chog'da Qochqunning tutqun qilinishi deb qilib baqdiq. Har xil o'zgartib oxiri men tutqun qilan Qochqun deb qo'ysak yaxshimikin? Deb u jibi emas Xanzocha. Xanzocha jibi. Naq maydonda ba'zi ma'lumot tajriba qilib, bunu qildi, o'znikini o'zi. Mana Xanzocha o'qiyanmaydiganlar bor. Odatdagi rol. Demak, bir salmaqi eg'irma emas, voy degichilikim yo'q. Bunda qo'shimchalar o'tib ketgan bir rol. Asosiy vazifam Tutqun qilan Qochqunda shu ma'lum rejissorlik nimasini qildik. Lekin buning Uyg'urcha ovozini biz o'zimiz berdik. Umuman aytganda yaxshi chiqdi. Yaxshi chiqdi. Unda xo'samiz birlikda Nurdin Kamning Joni Korsali obrazini ekran orqali ko'rib boqaylik, marhamat. Men tunugunni sizning xabaringizni topshirib oldim. Bu hamkorlashish imkoniyatiga erishganligimizdan darak beradi. Rostini aytganda, bu hamkorlikning har ikki tarafga beradigan foydasini tuvan o'lchalgini bo'lmaydi. Selim Efendi. Meningcha siz saxovatli odam. Shundaqdimi Selim Efendining shundaq bir yaxshi fursatni rad qilmaydiganligi bizga aniq. Siz cho'ntog'ning u tarafiga odam evatdingiz. Hatto molni topadigan ochqishni qo'lga tushadingiz. Men sizga oldin deb qo'yay. Biz hergiz o'tirib chiqib sizlarni qurol bilan ta'minlamaymiz. Men shuni aytib qo'yay. Havodan tashlab beramiki deb o'ylamanglar. Men sizlarni ta'minlanglar demadim-ku, o'g'lim. Siz xato tushunib qoldingiz. Men pokiz qo'limizni bulg'umayli demoqchiman. Mabat ish bosh bo'lib qolsa, hammamiz yomon ahvolga tushib qolamiz. Hey, mağaylı. Çarşı bulundu evi.
Gerçi bu film işlengeniga 30 yılga yakın vaqt bolsunmu, sizlarga o'xshash qobil aktyorlar, kasbiy xodimlar bo'lganligi uchun mushu filmni aytib muvaffaqiyatli ro'yobga chiqibdi ekan. Shuning uchun xalqimiz intayin yoqtirib ko'rdi. Sizlarning bugun qimmatli vaqtinglarni ajratib bugungi suhbatimizga qadam tashrif qilganlarga yana bir qatim rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Jabajektonlar. Hayat yolu nurgun əgir toqaylarga to'lgan buludu. Mana mushu yo'lda mo'rini mo'riga tirab, qiyinchiliklarni tang hal qilib, hayat beg'ini gulzorlikqa aylantirgan bir juftlarimiz az emas albatta. Biz bugungi san'at beg'idagi bir juftlar sahifamizda Şinjan San'at Yurti Opera Teatrining pensioneri, davlatlik birinchi darajalik artist Varis Islom apandi bilan Avtonom rayonlik Madaniyat nazorati san'at boshqarmasining sobiq boshlig'i, san'at tashkilotchisi Havoqiz Bovudin xonimni alohida taklif qildik. Hamda mushu bir juftlarningki muhabbatli hikoyasini o'z og'zidan anglamoqchi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Programmamiz orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimizdan hammamiz intayin xushal. Aldı bilan so'rab baxsam, bilishimcha ishqinglar ham yurtdoshkansizlar, ham savodashkansizlar. Hamda ishqinglarning mushu tunishib, muhabbatlashib, to'y qilish jarayoninglarda mushu sizlarning ham bir yurtda ham savodosh bo'lib qolganinglarmi, sabab bo'lib qolganmi, qandaqmi shuni bir aldı bilan sizlar bergan misollar. Bu işkimiz hem bir yurtdan qaçqanınki avat yisidan. Endin bu hava kızınınki hedisinin yol dişi. Menenki bir nevri akam. O Qashqar to'liq o'tir maktabninki boshlig'i. Shojin aytdi. O biz Markaziy drama institutida bağa vaqtida o akamizning birga bağan. Onundan burun tanıştık, lekin söyleşip bakmagan. O yer bağandan keyin yakshanba kunlarda bizni chaqirib sirtlarga chiqib tomoq apirib bunday qilish jarayonida ikkimiz tanishib qoldik. Qolsak ham saboqlashganmiz. Hem yaşımızmı asosiyatin shundaqki shuning bilan bu xonimga shundaq birga turmushda birga bo'lsak, u vaqtida ular allabirun partiya a'zosi bo'lib bo'lgan. İdarada nimidim mektepte bana çın tuttu. Şunun bilan taza kerak o'ylashime dedi. Şunun bilan qayt nim qilgan ekan andin ikkimiz birga bo'ladigan, birga yuradigan bo'lib, hech qanday odam uqtirmayli. Hech qanday maxfiy olsun deb shunday maxfiy maktab bitkazgichlik, maktabni bitirib qaytqishlik biz maxfiy tutdik. Maktabni bitirib qaytgandan keyin shu bir narsaga aldigan vaqtda endi yo'ldoshlar o'qib qoldi. Bu ikkisi yuribdikan deb. Demak, u vaqtida shunday oliy maktabdimi o'qiyotganlarga, bular Şinjandan borganlarga muhabbatlashishga toza maktab sharoitida bo'lmaydi, nim qilmaydi. Yo'l qo'ymaydi. Shunlashqa o ikkimizningki muhabbat tariximiz asosan o'quvchilik tariximizga o'xshash. Uningda qaytib kelgandan keyin maktabda bir 2 yil harbiyninki qayt tarbiyasini oldik. U yerda qayt tarbiyasini olib bo'lib qaytib kelib, endi biz Qashqarda to'y qilib, shuningda Urumchiga ikkimiz yenib keldik. İkimizдің muhabbet tarixi şu, bizning balalarga chaqchaq qilib shu. Yangi bağa vaqtimiz bir resmimiz var ekan, ikkimizni tang biz resimni tatib qo'yaptik. O resim menda bordi. Balalar ko'rsatib, apang bilan biz bijindi muhabbatlashgan vaqtimiz tushgan resim desam, gülüş balalar. Demek o vaqtlarda hozirgidek erken bundaq emas. Biz nayet edep, ahlaklık bilen bir yer basak mı? Hazır gerçek sizle özleri deyişimiz biz. Bu yakın beni sizle deydim, ben sizle değmez, sen deyişmeyimiz. Demek şundak edep, ahlak bilen şundak muhabbetleşip 40 yıl birge öy tutup 3 balını çoğun kılıp öteptik, qatak kuşap öteptik. Muhabbet tariximiz Şunçilikten. Ava kızadan onda sizden so'rab baxsam, şu Vahriskam ishqinglar bir kasbda o'qib dekansizlar, aktyorlik kasbida. Lekin siz o'qish bitirib kelgandan keyin aktyorlik kasbida emas, shu ma'muriy xizmat bilan shug'ullanib dekansiz. Ammo shu ma'muriy xizmatni tanlashingiz qanday bir sabab bor? Biz ikkimiz bir sinfda o'qidik. Bizning emas saboqdosh bo'lgan, uningdan keyingi o'ylik o'chaqli qilib viloyat ko'chirayotgan vaqtlarimizni hisoblaganda 50 necha yil bo'libdi biz. 7 yildek saboqdoshlik hayoti, 45 yil oila turmushini tugatdik. Hamda shu jarayonda herhalde
Biz hem demiş bir neçe 10 yılını bir gündek yaxşı ötkazdık. Hem de men okuş bitirgen vaqtida biz o vaqtda hem de iş qilib təşkilinin təqsimatı degan bək büyük nəsildi. İşqi partiya tərbiyəldi, nədə qoysa şu yerdə parlap şu yerdə meyberimiz degan müşna bir şuar vaqt deydi. Okuş bitirib kelgəndə ki meni hem de savoqdaşlarımdan ayırıb şu vaqtda mədəniyyət nazarı degan ip qaldı. Dəsləbdə biraz mən bu savoqdaşlarımğa qıymaslık vaziyet buldum. Lekin şu vaqtda hem de mədəniyyət nazarıga kəsb oxuğa milli kadr lazım degan bolğan ekan. Hem de mən o vaqtda hem de təşkilinin təqsimatı da bunun anlıq boysunub şunundan keyin mədəniyyət nazarıda sənət məmuriyyəti bilan nem qıldım. Bu yerdə hem de nazaretning sənət başqarması da bir kəsbi kadr sübtida işledim de şunun bilan o'qish bitgandan keyin bevosita madaniyat nazoratiga taqsim qilinib taki men shu pensiyaga chiqquncha aşağıda 37 yildakda bir o'rinda 30 necha yil ishladim. Endi ishlagandim meni mundaqla qo'limning uchida emas. Herhalde shu o'zimga bo'lingan xizmatni, shu kasbimni angliqlik bilan ishimdan so'yib nem qildim. Endi Şinjanning Şinjandagi madaniyat sepetidagi keng xodimlar, mutaxassislar, endi san'atninki peshvolari shular bilan samimiy do'stlashib, sirdishib, ashlarga mulozimat qilib, shularning rolini joriy qildirib, Abdum rayonimizninki shu milliy san'atni gullantirishda bir kishilik o'zimning kuchimni, aql idrogimni taqdim qildim. Buning uchun men hozir qadar o'zimda bir xil iftixorlik tuyg'usi his qilaman. Onda xo'sa varisqa sizdan so'rab baqsam, shu sizlarning oildimi? Farzandlaringlar asosan shu san'at kasbi bilan shug'ullandi, ham shunday utuq qozondi deyishki bo'ldi. Unda xo'sa shu farzandlaringlarning san'at kasbini tanlashi sizlarning yetaklashinglarmi yoki shu san'at oilasida bo'lganligi uchun o'zining qiziqishidan kelib chiqqanmi? Bizning ham 3 farzandimiz bor, ikkisi qiz, birisi o'g'il. Üçlüsü asasen şu san'at sohasida. Hem biz san'at sohasida bo'lgandan keyin bu uyan tayyorlaymiz, paylayan qilamiz. Har xil jarayonda o balla kirib ko'rdi. Hem mening ballalarim bek kirib olmaydi. Mesela İslamcanmı biz aşağıda uyan tayyorlasak kirib başqa ballarda kirib o'tirib olmaydi. Bir tarafdan o'ylasam bu bir taqdirning o'rlashtirishi bo'lishi mumkin. Mening ballalarimning hammasi tabiiy fanni yaxshi ko'radigan. Matematika, fizik, ximiya bu jihatdan yaxshi o'qigan balla. Mening shu ikkinchi qizim shundoq Dilbar. U shu dastlab o'qigan vaqtida Shenjong shuning yaxshi o'quvchilar edi. Minzu shuyenda 2 yil o'qidi, u yerda shunday yaxshi o'qidi. Shibi Minzu shuyenda, Shibi Fangjugung shuyenda o'qidi. U yerdami shu ilg'or bo'lib o'qib kelgan. U ballalarim İslamcan paylayan qilsak kirib mi qo'ymaydi. O taqdirning o'rlashtirishimi oxiri bu balaninki bu tanlig'ini bu san'at nimasi bo'lib qoldi. Demek birinci kızım mı şunda oldu, ikincisi mi şunda, üçüncüsü mi şunda bizim suda yaşsan sonu yiyse tağda yaşsan tağını degende o biz sanat doğandaki bizim balçaklarımız mı sanat ile şoğul. Tabii mi şu kesmeye bizden kızıkışı kaldı ne? Hava qizadam shu varisqam ilgari nurg'un kinolar qatnashgan hamda sanab tugitib bo'lmaymiz, ismini deb tugitib bo'lmaymiz bu yerda. Nurg'un vaqtlarda shikrlarda kino ishlagan vaqtida balkim siz oilada farzandlaringiz bilan qolgan bo'lishingiz mumkin. Bir tarafdan xizmat, bir tarafdan bolalarning tarbiyasi degandek, mush vaqtlar siz qiyinchiliklarni qanday hal qildingiz? Endi men ham ma'muriyatda ishlayman, xizmat munoyati oldirash, xizmat besimimiz hamda xizmatning salmog'im eg'ir. Uning ustiga bolalar 3 bola keyin-keyindan shunday tug'ilgan, shunday bo'lgandan keyin bu varisning xizmat nemisida ko'proq birisi ba'zi vaqtlarda tavalliga o'yin qo'yishga do'laroq ketadi.
Andaki məmuriyyətimi bu varisinin menecmentçi vəzifələri ağır. Onundan başqa həm də şu 3-cü balam doğulğandan keyin, İslamcan doğulğandan keyin asasən ki xizmət salmağı kino tərəfə çıxraq olub getdi. Köp vaxtlarda işgirki ölkələrdə, başqa şəhərlərdə kino işləb, hətta yıllapmı öyge qaytanmaydigan filmlərni işləb gəldi. O vaxtda Belki şu vaxtki texnik güç şundaq ki, şarait şundaq ki, bir filmni tutsa, kam degende 2-3 ay bommay nem qılmaydı. Şu denizdeki Mahbus degende bir kapitanın rolunu oynadı, deniz paraxotun kapitanı. Şu kinonu işləşke 9-20 ay, 10 aydak vaqt nem qıldı. Şu çağda vallahi şundaq kiçikdi. Mən oylasam, bizning şu dəvrlərimizdə, şu vaxtlar bizim yaş Həmmə cəhətdə ailə besimi, xizmət besimi şundaq ağır. Şu çağlarda mən şunu həll qilish üçün bütün özümün zihnim, bütün neməmni aşı birisi xizmətə, birisi ailəyə verib, xizmətdən beka olsamlı keliblə жүгіріп şu ailə balalarının nemisiga tapşırıqları, yetakçilik qilish, turmushini ancha-muncha qamdaş, ballı qopkiçe, ət degende çüş deyirgan tamaqlarını tayarlap, aşında qilib, özüm amal ba, kamraq uxlasam mı, kamraq demasam mı, bütün diqqətimni aşı xizmət bilen ailəni toqunuşturub qoymasdan, hem de özüm şu keç edip, səhər qopup degende müştaqim qil. Hem de o cağılda hazırqıdak, şu vaxtda bizning yaş vaxtlarımızda oyun tamaşacıq. Məsələn, çaylar şu vaxtda ayallarının, qızlarının çayları, antaq nəslərdə mən asasən yox. Bütün özümün diqqətimni birisi xizmətə, birisi ailəyə verib, cəmiyyətdəki uzun qısqa işləri, mındaq oyun tamaşa, çay pay bu işlərdə da asasən yox mən. Müştə boğaçqa həm də bu mən üçün bək bir yengənməydiğən müşkilatlarını epkənmidi. Hər halda balla özümün tatqan əcirlərim getişlik. Hər halda özümü tələbcan, məktəbdə tirişcan, həm də oxutuqçılığını razı qıldığan, bizim ailəni razı qıldığan bu. Demet qoşaldı. Hem de mən ballarımda bir xil pəxrləniş duyğusu his qılımı. O vaxtda da əlaqələşmək təsdiq Xət yazımız. Telefon yox. Telefon yox, xət yazımız. Xət yazıb, xət ilə əlaqəlişimiz. O xət qaçan gilərdə saxlab. Qaçan kilə o xətni yazsam xət qaytolmadı deb bilim qılımız. Hem o vaxt yani bir yaxşı yeri bizninki avaqızın apsımının qayınlam batı. Qayınlam naiti estaydıl ayaltı. Şunlaşqa tirişcan, pakiz bu ballını qayınlam qoyub ketib qalımız. Mən ayaq kessem, ta kino kessem avaqızın bəzi Şanxay diyeceğim ba, Becin diyeceğim ba dese şu qaynapımızı qoyub berib Şanxayga, Becinge berib jığın qatnışıb kilit istəxə. Apımız şunda bu balını bək əstaydıl bəkişibdim qılışıb bəgən. Şunlaşqa mən mi xatırcam? O apımız boğan diken. Endin bizim o ballamı bək kepsiz balla emas. Şunda bir çoğu kiçikine bir özlerini birbirini bəkişib, aşında qılışıb, aşı kiçik vaxtını tatıb, aşında qılıb çoğu oğan. Şunlaşqa mən işkiri kinolar kessem, o vaxt alaqımız şu xət alaqılı toq. Məbədləşkə vaxtımızda mı köp xət yeşmiğən. Kino televiziya ketken dikin, şunu toluqlab, mən xət yazımən, bizim ayalım, onu yandırıb xət qaytırdı. Aşında qılıb ötüstük o vaxtda. O vaxt şəraitlə, hazır şəraitlə oluşmaydı da. Hazır bolsa ündidarda birdən bilam rəsmlərini əvətiş atqan. Dembo mu qılıb? Dembo qımmət dəxə o vaxtı mı? Dembo mı cıq geplerini qıysan pul cıq gidiyordu. O vaxtı dembo qılmay, aş bütün xət yeziş başında. Məbədləşkəndə yazmağın xətini Keyin tuluqlu etdinlar. Tuluqlu etdik. Onda xüsusi işqilanda sorab baxsam şu yəni pərzənd tərbiyəsi ketdiğan bolduq. Şu ailədə şu pərzənd tərbiyələşdə sizlərlə bir alaydı responlan bağımı qandaq xumudım şu pərzəndlərin həmimiz şunda iqtidarlıq.
Bizdinki farzand tarbiyalashda bizning alohida resmimiz yo'q. Lekin ikkimiz bir oila qurgandan keyin ikkimiz qat'iy bir-birimiz bilan voqilashib, uyda jidal majra qat'iy yo'q. Bizning qaynapimiz bo'lgandan keyin qaynapimiz nihoyatda zil ayol. Biz ikkimizmi bu O'zaro hurmatlashib. biz o'zaro hurmatlashib siz deyishimiz, hozirga sizlar deyishimiz. Men sizlar deyman, bu bizning ayolim meni sizlar deydi. Hozir keldik biz 40 necha yil, 50 yilga yaqin bo'libdi. So'qishib boqmadik. Urushib qolmaymiz. Ko'z tegmisin. Urushib qolmaymiz. O ba'zanlar deydi ekan, voy bu öy deganda qochqo'mishga tegib ketgan tarang-turang ishlar bo'ladi deydi. Bu tarang-turang ishlarninkimi, onunki bir nemis bo'lish kerak. Sabab bo'lish kerak. Sebep bo'lish kerak. Bizde undaq iş yo'q. Nima ish olsak maslahat ishimiz. Balalarning ishi olmasin, mayli cho'ng ishi olsin, kichik ishi olsin, o'zaro o'qishib turamiz, o'zaro maslahat ishimiz. Unda bo'lgandan keyin bizda hech qanday o'xshamaydigan ish yo'q. Tarang-turang oldigan ishim yo'q. Shunga bir ömrni mana 50 yilga yaqinlashib qolibdi. Turmush qurgan 45 yil bo'ldi. Shunda bir kunni o'tkazgandek o'tkazib kelyapmiz. Xushallik ichida. Ballarımız şu şaraitda yaşaganlık için, ballarımız şundaq özara bir-biriga nihoyat mehribon. Çoğu ikkinchisiga, ikkinchisi, üçüncüsü şunda mehribon urushadigan, yo'q bir-biri bilan qizishadigan ish yo'q. Hozir kelishlik bizning ballarımız şundaq nihoyat özara mehribon. Aşında gayet sınırlılık bo'lmasin, ukillik bo'lmasin. İslamjonning shikadisi va ular shunda yaxshi ko'rdi İslamjonni. İslamjonmi shundaq o'qish kelgan vaqtida ko'proq bizning ayol Yetakchilik qilganmi? Öz üstüge aldı. Topshiriqdan tatib, maqal yazadigan, mayli matematik ishlaydigan bu ishkilimiz tabiiy fanchilar. To'liq o'tirdi o'qiydigan vaqtimizda tabiiy fanni yaxshi ko'rdik Allah. Biz ayolimiz shu to'liq o'tirdi nimani, boshqa stipend o'qigan. Stipendninki tabiiy fan, matematikchilar biz. Şunlaşqa bu jihatdan andin balaga shu takrorlaydigan ishni bizning ayol o'z ustiga oladi. Nayt estaydilik bilan tekrar meniki sal mijozim sal nimarak. Bir qancha qatim desam qilolmay qolsam men Sabrjon emaskan. Sabrjon bo'lamayman. Shunga bizning ayol buni Ishqilib shu oila muhiti degan bek muballig'iga nisbatan aytganda intayin hamda oila birinchi maktab emasmi? Tunji maktabi bolalarning. Ota-ona bolaga nisbatan birinchi ustoz hamda. Bu majburiyat toki mana hozir qadar davom qilib keldi. Ballamni o'lik o'chaqliq bo'ldi, balchaqlar bor. Hozir qadar biz bu oila muhitimizda yani shu an'ana shu narsa nima qilyapti. Ailemizin asaslıqı bir alaylığı dese bundaq aile cemiyeti cıq buluş mümkün emdi. Ve biz fakat emdi özümüzün ailesi hakkında sözlünü vatqaşqa emdi bula ala til ilip ödüşük değişikliğine nimse şu ata-ananın emdi özara şenç, özara hürmet, emdi özara talepcan buluş muşu nərsimi ballağa emdi nəhayət təsir göstərdi. Bizim bu hayatımızda asas cihetten işqilib özara işence, hürmet, hemkarlık, düşünüş üstü kurulgan hayat değişki boludu. Şuna bizim ballarımızda hem de terbiyemizde Allah'tan bir çoğun məxbir mi yok. Lekin muşunun təsiri ballarının turmuşu, ballarının oqışı, yetilişi, cemiyetke kirişi, adam boluşu da belirli rol oynagan dep qarayman. Bayaq sözlərinizdən şunu his qıldım. Bir-biringlar bilan iliqi paranglashqa oltinglardan shunchalik bir yumshoqlik, shunda bir mehribon paranglashqanlardan adamni asliq bir xil adamni suyundirdi. Sizlar sözləringizdə deb o'tdinglar. Balalarınlardan shunchalik faxrlangansizlar. Balkim shu farzandlaringlarmi sizlardek bir ota-onasining bo'lganligidan intayin faxrlandi, nima degan bir suyumli, baxtli oila deb qoldim. Mushu baxtli oilalar ko'z tegmasin, buning keyingi turmushinglarning texmo baxtli bo'lishini, umringlarning uzun bo'lishini, salomat bo'lishini chin ko'nglimda umid qilaman. Rahmat sizlarga. Rahmat qizim sizga.
Uyghur Dolan muqami Uyghur xalq muqamlarının muhim bir tərkibi qismi bo'lib, u Junxa millatlarining madaniyat g'azinisidagi bebaho guhar. Uyghur Dolan muqami Uyghur xalqining boy muzika g'azinisidagi qimmatlik madaniyat meroslarining biridir. Uyghur Dolan muqam mashrabları o'zlari yashagan tabiiy afzalligi ega munbat tuproq, makit, yerkan, maralvishi, Avat nahiyesinden ibaret boy ve güzel zeminde tarixdan buyon ovchilik ve chorvachilik, keyincha dehqonchilik, qo'l hunarvanchilik bilan shug'ullanib, jafolik amgigi orqali behisob moddiy boylik yaratib, Taklamakan echkidagi bu qadimiy makonni gullandirdi. Dolan muqamining har biri muqaddima, chekitma, sanam, saliqa, siyrilmadan ibaret bir-biriga tüptün o'xshamaydigan 5 xil udarlik nag'midin, bütün muqam bo'lsa yuqorqida 45 nag'midin tarkib topgan. Bu qitim ishlangan Uyg'ur Dolan 9 muqami aslidagisiga varislik qilish asosida makitga yerli xalq muqamchilari tarafidan o'rindalgan. Muqam o'rindashga yangidan o'sib yetilayotgan varislik qilguvchilarning vakillari mu qatnashtirildi. Muqam nag'malari mu bir qadar to'liq bo'ldi. Güzel Cemal,